Assalomu alaykum qarindishim. Men seni bilmem. Qarindishim, men seni bilmem. Sen bir qaltis hem talaylik insan. Çünkü sen bir Uyg'ur turib, mushundaq Uyg'urning dunyo yuzidan eng tez suratda yo'qolayotgan bugungi kunda faqat erkin dunyodagi kishilarga xos bo'lgan internet tor dunyosi orqali bu videoni Uyg'urman YouTube kanalidan ko'ralayapsan. Çünkü sen Uyg'urning mushundaq musibatli kunlarda shu 1%'im az bo'lgan talaylik Uyg'ur bo'lishga mujassam bo'lgan zotsan. Men seni yana bilmanki, sen desem demisem, oylardan beri yoki yillardan beri qaqaqlab kulib baxmidin deyman. Makonsiz, davlatsiz, tuqqansiz, jamoatsiz, yigane yaşavatsan gu deymen. Tor dünyasıdan Uyg'urning beshiga kelgan her xil fojialarni ko'rib, bearam bo'lib, o'zingni shu qadar chorasiz, yordamsiz, ojiz hamda dunyoni shu qadar adolatsiz deb urib yürüvatsan gu deymen. Bu nimish uchun? Sen bir talaylik hem qaltis bir insan yo'q. Ammo hem en mazlum insan. Bu nimish uchun? Qani qarindishim, bana cevap bergin. Bu zodi nimish uchun? Mendan so'rsang, çünkü sen şu ingravatgan Uyg'urlar bilan qarindosh. Qarindosh demek taqdirdosh. U yig'lasa yig'laysan, u kulsa kulasan. Shunga sen en talaylik hem qaltis inson bo'lsangmi, qarindishing ingravatqashqa sen yanala yuragi laqta bo'lgan bir bechora insonsan. Bo'ldi endi yig'lama, ko'nglingni buzma. Buningmi chorasi bor? Eng avval menga ishon, so'zimga ishon, o'zingga ishon, qiningga ishon, diningga ishon. Uningdan keyin qaddingni rusla, belingni bog'la, mushtingni turib, degin olg'a.